Hurmatli do'stlar, qo'limda gul bilan kechki payt mana bu bugungi yig'lagan onaxonimiz uylarini topib keldim. 8-mart bayramini tabriklayman. Assalomu alaykum. O'zbekiston xotin-qizlari. 8-mart bayramini tabriklayman. O'zim Yashnobod tumani obodonlashtirish ishlayman. Bugun bizni bayram tadbiriga chaqirganda Koreya ishxonasining ichiga lekin bergan podarkasi nega o'g'irlab ketyapti, qo'limdan bitta kishi olib qo'ydi. Lekin men o'g'irlaganim yo'qdi o'sha podarkani. Kerak emasdi. Qaytib boshqa chaqirmasa iltimos. Bu buyurtmas 2 yildan beri mana shunaqa ahvolga tushib qolaman. Menga birov sadaqasi ham kerak emas. Iltimos butun O'zbekiston xalqi ko'rsin, iltimos. Ko'rsin. Ular rozi bo'lsa olgan oyligim azragan pul, lekin menga o'sha narsa kerak emas. Chaqirgandan keyin odam sharmanda qilmasin. Men o'g'irlik bilan bolalarimni boqmaganman. Iltimos shunga chora ko'rishingizni so'rayman. Hozir onaxonni xursand qilib ketamiz. Yo'l boshlang, yo'l boshlang. Rahmat. Qandaysiz? Ha, sizga rahmat. Endi bu gul sizga. Rahmat, topganingizga baraka bersin, umringizdan baraka toping. Bugun anaqa qilibsiz. Endi o'tiring. Sizlarga masalan noqulay bo'ldi-da. Ha, mana oching. Ha, telab buni sizga atab oldim. Hozir anta o'ylab o'tirib bittasi artistlar bittasiga anaqa berdi bitta taqariga nima deydi? Sipochka $1000 oldim. Voy, Mabodo bir narsa qiynalib qolsangiz, sotsangiz ham 13-14 million so'mlik narsa. Yo'q, sotmayman. Mabodo. Endi buni hozir qandaydir taqishimiz kerak sizga. Baraka toping. Razmeri katta bo'lsa, o'zingiz to'g'rilaysiz. Bo'ldi. Endi men buni qanday taqaman? Men tushunmayman-ku buni. Taqolasizmi o'zingiz? Mastaq bo'lishi bo'lmasa rahmat. Hozir o'ylayotib artistlarga anaqa beradi, sovg'a zo'r, anaqa sipochka nima berdi deb o'tirib, hech qachon men shu yoshgacha hech podarka olmagan, bu yil oldimmi? O'zingiz gapiribsiz, bu O'zbekistonga. Men kecha xafa bo'ldim, yig'latdi meni, rosa yig'latdi. Aqli podarka berib olib qo'yishdimi? Ana kichkina pechenye bilan bunda korobkada. Voy, umringizdan baraka toping. Hurmatli obunachilar, biza shu sizlarning nomingizdan bu onaxonni iltimosiz direkt ko'p odam yozdi. Azaga toping shu onaxonni bir podarka bilan tabrikab keling deydi. Shunga mana gul bilan keldi. Qimmatbaho o'zingizga olib kelibdilar. Umrdan baraka top, lekin men sovg'a olaman deb o'ylamadim. Yo'q, bildik biz uni. Bizda mabodo shunaqa onaxonlarni obodonlashtirishdagilarni, Mardigor bozoridagi onaxonlarni kim xafa qilsa, men bilan muammo bo'ladi bu odamlarga aytib qo'yib. Biz chunki onani begonasi bo'lmaydi. Jannat onalar oyog'i ostida. Shuning uchun obodonlashtirishdagilarni biz har doim shunaqa xursand qilib kelamiz. Mayli 8-mart o'z yo'liga. Ro'za Ramazon kunlari sizga bizdan sovg'a. Rahmat. Umrdan baraka topsin deb sinimga aytdim. Malika menga hech kim podarka bermaganda, shu yoshgacha ikkalamizga bir xil ishkilab berdi. Bolalarimga olib keldim. Kecha soat 5:30-6 gacha o'sha anaqada maktab oldi. Qo'yliqqa kelib astronomda rosa o'tirib sovg'alar qotib, qo'llarim muzlab ketdi. Kelaymi, kelmaymi uyga? O'zim o'ldiraymikin, bolalarimni olgan borib keyin shu bo'lgan onlarim bordi. Mirzo'ni bilan borib olib keldim. Men qo'y bolalarim xafa bo'lmasin. Nona bor edi. 8 ga yaqin yetib keldim. Og'iz ochar paytda. Undan ham o'tib ketdi yo'lda. Sovuqda oyoqlarim suvga botib keldi. Voy, topgan baraka bersin. Shu videoyingizni ko'rib, butun O'zbekistonga deganingizga biz ham ko'rib qoldik. Ko'rsin O'zbekistonda tepaliklar ko'rsin. Hozir kechki payt borib tilla do'konni ochtirdim. Shu onamga olgan sovg'adan qimmatini sizga oldim. Voy, mayli, onangizga rahmat ko'rsin. Mayli, umringizdan baraka topsin. Hech ham menga hech kim sovg'a bitta qizim berdi bu yil. Ha. Bugun xursandmisiz? Xursandman. Men kelgan, meni tanimaysiz. Ya'ni telefonda boya ko'rib o'tirdi, qizimlar ko'rib o'tirdik. Biz ko'p obodonlashtirishda ishlaydigan onaxonlarni ko'pini xursand qilib yuramiz. Ko'piga yaxshi produktlar tarqatamiz, issiq kiyim tarqatamiz. Bugun bizda ko'rib, menda ham ko'p, menga ham ko'p dardlarni aytishadi, bizga baland nazar bilan qarashadi. Ya'ni past nazardan, past bizani shunaqa kiyimimizni, spes kiyimimizni kiyishni ko'rishsa, bizani jirkanadi. Har doim ham odamlar kerak bo'lsa taksida ham o'tkazmaydi, shunaqalar ham bo'ldi. Mabodo mana siz bizni sovg'a, mabodo qiynalsangiz, sotsangiz ham 13-14 million pulingiz bor. Sotmayman. $1000 ga oldim, 10 grammlik narsa. Siz uchun. Siz uchun. Menga 1000 bersa, sizga bundan ham ko'p milliard pullar bersin. Umringiz uzoq bo'lsa, bolalaringiz rohat qilgan bo'lsa, o'zini Xudoyim xafa qilsin. Sog' salomat bo'lib, bolalar rohatimizdan baraka topib, sog' salomat yetib. Boshqa yig'lamang. Biz shu yerdamiz. O'g'illaringiz bor, nima bo'lsa ham. Rahmat, mayli, ikkita qizim bor. Yo'q, biz o'g'illaringizmiz, biz. Xo'p, onajon, yaxshi qoling. Xursand bo'ling. Yaxshi kunlaringizga taqinchoqingiz taqib, o'ynab, kulib yuring. Hech ham yig'lamang. Xudo xohlasa, mana bunaqa xudodan qaysi. Xo'p, yaxshi qoling. Duo qilib qo'yasiz.